Sizlar bilan Zonikjon kadrda bo'lmoqda. Bugungi videoda men nima qilaman? Bilmasam, просто o'tiribman. Zerikishda. Serverdan chiqaman, kiraman. Shu kimga ishimiz kerak? Insiyamen o'yinlardan ishimiz kerak. Obunachilar, sizlardan bitta narsa so'rayman. Men o'z Telegram kanalimni ochaman. Masalan, bugun nechilik hisob chiqadi? To'xtang, nechiligini bilib keldim. Men bilib keldim. 4-iyul ekan, men bilib oldim. Demakki, Telegram kanalim ochiladi. Faqat nechinchi kunga to'g'rilasam ekan? Bugun 4 bo'lsa, 6-iyun nega ochiladi. To'xta, rosa men nejamki. Ko'rib keling. Yani ko'rishganlardi. Bugun 4ligini o'zim ham bilaman. Iyunning 10-chi emas, balki 6-chi kuni Telegram kanali ochiladi. Ungacha Telegram bot sayt bo'lmaydi. Umuman bo'lmaydi. Shaxsiy Telegram ham bo'lmaydi. Kanal bo'lmaydi. Просто qidiruv bo'limiga nima nom qo'ysam ekan? Zonikjon.uz qo'yamiz. .uz emas. Pastga chiziq, mana .uz bo'laversin. Agar bu so'zni tushunmayotgan bo'lsang, hozir sizga yozib qo'ydim. Hozir bu so'zni tushunmaganlar uchun yozib tushuntirib beraman. Masalan, mana shunaqa yozasizlar. Zonik Jon, e'tibor bermanglar, telefonda chizish qiyin. Bitta rasm chizgandan qilaman. Bu rasmda Zonik Jon nuqta sig'magani uchun pasand qildim. Shunaqa bo'ladi. Tushunmaganlar bo'lsa yoki o'zi boshqatdan chizib qo'yishdim sizlar uchun. Mana u yordamda. Buni yordamida chizishga iloji ham bor. Zonik hozir borlar, olaman. Zonik Jon shunaqa bo'ladi. Hozir tushunmayotgan bo'lsangiz, hali ham tushunmagan bo'lsangiz, mana taxtachaga yozib qo'ydim. Mana asab qo'ydim. Mana taxtachaga yozyapman. Yozilmayapti taxtachaga. Bunaqa ekran yozib qo'ying.